siz o'zingizga maqtamaydi. Bo'ladiganini ayting. Mana shunaqa joyga e'tibor bering, katalog ekan. Bunaqa joyga e'tibor bering. Reklamani eng yaxshisi ham o'sha живой reklama. Ya'ni borib, uyda egasi bilan ko'rib, gaplashib, hamma jarayonni ko'radi-da. Ishlashini, minusi bo'lsa, minusini aytadi uyda egasi. Chunki u pul sanagan. Plyusni через internetdan boshqaradigan qilib berasizlar. Qilib beriladi. Agar zakazga qilaman. Misol, aqlli katol so'raganmidlaring, men sizlarga aqlli katollarni ishlab chiqarish joyidaman. Ya'ni optim joyda. Hozir birinchi bo'lib katol olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? O'zimizga foydali bo'lgani uchun asha ma'lumotlarni so'raymiz, narxlarni so'raymiz, dastavkalarni hamkorlik qilamansa, hamkorlik qiladim, o'sha hammasini. Sizlar videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Biz hozir ustaning o'zidan batafsil ma'lumotlarni so'raymiz. Usta xolmang. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Charchamayapsiz? Endi hozir batafsil bitta mana shuni tushuntirib bersangiz. Buni birinchi mana ko'rib turgan katalogimiz biz necha kvadratli bu? Bu 300 kvadratli. Xo'p, 300 kvadratli katalog. 30 talik. Buni birinchi rasxotidan boshlaylik. Rasxoti sutkasiga qancha rasxot qiladi? Rasxoti joyga ham qaraladi. 300 kvadratga bo'lsa 50 kilo, 60 kilo qilinadi rasxot. Aqlli katalog dedik. Nimasi bilan aqlli bu? Bu masalan ko'mir solib qo'yiladi bunga, bunker idish bor. Bunker. Bunker, ko'mir idishi. Necha kilolik bunker bu? Bu 4 qop, 5 qop olaveradi. 4 qop, 5 qop oladi. Qopidan 5 ta oladi. Necha kun mana misol zapravka qilib qo'ydik, necha kun tegmaydi? 2-3 kun bemalol yetadi mana shu to'ldirib qo'ysa. 3 sutka bemalol yetadi. Keyin soldingiz ko'mirni? Ko'mirni. Bu mana o'zi kerakli ko'mirni olib kiradi, kerakli yoqib, yana chiqaraveradi kulini pastga. Shunisi bilan aqlli gradusga chiqib, o'zi issiqlikda o'chadi. Aytgan gradusni berib turadi, oshib ketmaydi. Mana miyasi. Bu miya. Miyasi bo'ladi. Mana shundan boshqariladi. Shunisi bilan aqlli bu. Mana shunisi bilan. Shatdan boshqariladi. Mana shundan boshqariladi. Endi qarang, bitta meni bilishimcha tokni ham qanaqadir bir nimasi kerak-a? Tok pastmi, balandmi, o'shanaqasi ham bir ligirovkasi bormi buni? Qaysidir tokda ishlaydimi bu? Tok past tokda yaxshi ishlamaydi lekin. Nechida? Masalan 200 tok bu 189 turibdi, 200 volt bo'lishi kerak, 210. Stabilizator kerak. Stabilizator qo'yiladi. Stabilizator. Cheres stabilizator ishlaydi. Stabilizator qo'yiladi. Xo'p, endi bunga qanaqangi listlarni ishlatdingiz? Bunga mana shu ichki holat turgan joyda mana hammasi bir xil to'rlikdan ishlatilgan. Hammasi to'rli mana. Birorta uchli list aralashtirilmagan, ichi-yu tashi hammasi. Bu hozir kitob varianti. Bu diplomat kitob varianti. Bu meni adashmasam katyollarda mana shuni oraliq masofalar ham katta rol o'ynaydi, to'g'rimi? Albatta shu. Bu hali bitishga tortish nimasi hisobiga. Issiq sekin chiqib ketish nimalarni qilganmiz yo'llarini. Uni ham hisoblarini olgansizlar. Ko'proq ichida qolishini hisoblarini olgansizlar. Xo'p. Shunaqa listlar bilan qo'yib to'sib. Xo'p, yana nimalari bor aka? Mana pastda u ventilyatormi bu narsa? Bu havo haydab turuvchi ventilyator. Bu nima vazifa bajaradi? Bu olovni purkab kuchaytirib yoqib beradi bu. Olovni ko'mirni, galinkaga berib, olovni purkab beradi, qattiq yoqib beradi. Bu shunaqa ventilyator. Bunisi motori bu. Ko'mir olib kirib beruvchi motor bu. Bularga garantiya qanaqa? Bular garantiya. Aytaylikki, mana motorgami yoki mana ventilyatorlarga bularga alohidami yoki komplekt garantiya beriladi, qana bo'ladi? Bor, komplekt hammasiga. Qancha garantiya beriladi? Katyolda. Masalan, 1 yil beramiz. 1 yil katyolni o'ziga berasizlar, ha? 1 yil o'zimizni nimamizda buni ishlashi, servislaring bor. Ha, albatta bor. Qarang, biz hozir biz vodiydamiz, bizni kuzatib turganlar misol vohada bo'lishi mumkin. Olishdan oldin baribir odamzod men o'zimdan kelib chiqib aytay, bir narsani bunday ushab ko'rib, ko'rmaganim uchun ko'nglim to'q bo'lmaydi-da meni. O'shanda sotilgan katyollar bormi o'sha tomonlarda, voha tomonlarda, boshqa viloyatlarda? O'tib bemalol ko'rish mumkinmi katyollar? Albatta bor. Endi sizlar katyollar. Tojikistonda ancha katyolimiz bor, Qirg'izistonda bor. Buni voha tarafda Xorazm, Buxoro hammasi shu yoqqa ketyapti. Qarang, sizga aloqaga chiqib shu menga o'xshagan inson menimcha injiromi, ko'raman shuni desa. Sharoiti bormi? Bir lokatsiya tashlab berib yoki bir uchrashtirib qo'yalasizlarmi o'sha? Yonishini ko'rmayapsiz-a, shunaqa? Umuman aytaylikki, ishlashini men uyda egasidan, men shunaqa odatim borki, uyda egasidan plyus minusini so'rayman ko'proq. Men sotuvchidan emas yoki blogerdan emas, men o'sha aytaylikki, shkatulka qildirsam ham, imенно o'sha mashusta ashitda qilib desa, erinmay borib, o'sha qilgan joyini ko'raman. O'shanga aytganimki, bu katyolda ham endi nima deydi? Bu kichkina pul emas-da, buni ham borib ko'rishga imkoniyati bormi shuni? Bor. Hozir bu O'zbekiston bo'yicha bor. O'zbekistonda hamma viloyatida bor. Bemalol borib ko'rishaveradi. Eng yaqin
o'rtada sizga tavsiya qilaman. Reklamani eng yaxshisi ham o'sha живой reklama. Ha, Ya'ni borib, to'g'ri. uyda egasi bilan ko'rib, ishlashini ko'rishingiz mumkin. hamma jarayonni ko'radi-da. Ishlashini minusi bo'lsa minusini aytadi uyda egasi, chunki u pul sanagan. Plusi bo'lsa plusini aytadi-da. Yoki oling yoki olmayni tavsiya qiladi. Tavsiya qiladi. O'shanga qarab akalar o'zlaring ham xulosa chiqarib olaverasizlar. Bor, Yana kommentariyaga yozib o'tib ketinglar. Nimasi qiziq, Katyolda qanaqa joylarni so'rashim kerak men. Endi Katyolga chuqur tushunmaganim uchun o'zimga qiziq bo'lgan savollarni beryapman. Mana to'g'ri tushunasizlar. Qonli stiklavata bilan o'tib qilingan. Bu ham qalin listdan qilingan buni ashibkasi. Monolislar. Oddiy tunuka emas, qalin listdan qilingan. Issiq bo'lsa mana yosh bola borib ushlasa ham tashqariga bermaydi. Yo'q, umuman mana shu isimaydi. Bezopasnost olingan. Bezopasnost u tomonlari olingan, eshiklarga qo'yilgan, nimagaki mana eshiklarga ham olov yonganda mana bu tutamaslik uchun o'tib qilingan. Diplomat ichiga qo'yilgan, stiklavata qo'yilgan. Tushundim. Keyin xo'p, endi qarang, aka, endi hammaga qiziq bo'lgan narsa. Buni eng kichkinasi qanchalik, necha kvadratdan boshlanib, necha kvadratlargacha sizlarga zakazlar, nimalar ishlab chiqarishlaring? Bu 100 kvadratliklar bor, eng kichigi. Uni narxi qancha? 100 kvadratlik $1000 sotilyapti. $1000. Tepaga qarab ketaveradi. Ketaveradi. 2000 kvadratgacha bor. Mana o'zi hozir necha kvadratlik dedingiz buni? Bu 300 kvadratlik. Buni narxi qancha? Bular 1300 sotilyapti. 1300. Endi mabodo ko'rib turganlar ichida hamkorlik qilaman desa, bir yo'lini qilib berasizlarmi? Shunaqa olib, 10 ta olib kelishib, magazinga olib borib sotishyapti, kelishtirib beryapmiz. Aloqaga chiqishyapsiz. Aloqaga chiqishyapmiz. Aytilgan narx mana 1300 dedingiz. Bu boshqa viloyatlarga o'sha 1300 dastavkasi ichida bo'ladimi yo qanaqa bo'ladi? Yo'q, dastavkasi o'zlari olib ketishyapti. Siz yetkazib bersangiz qo'shilib oladi narxi, to'g'rimi? Shunaqa. Ammo vodiygachi yoki kimga bepul dastavkasi? Yaqin o'rtalarga dastavka qilib berilyapti. Yaqin o'rta aloqaga chiqishyapsiz. Masalan. O'zimizda vodiylar bo'lsa. Gaplashib chiqishyapsiz. Xo'p, endi qarang aka, narxini so'radik, unisini so'radik. Endi meni o'rnimda o'zingiz bo'lsangiz, mana misol men bilganimcha so'radim. O'zingiz ham bir ayting, Katyol olayotganda imенно sizdan olmasin, misol mendan oling deb maqtamang aka. Просто menga o'xshagan, tushunmagan odamlarga bitta o'zingiz tushuncha bering, nimasiga e'tibor berishimiz kerak Katyolda? Olishdan oldin nimasiga e'tibor beraylik? Adashmaslik uchun. Katyol olish. Katyol olish uchun. Imенно sizdan olmay, misol siz o'zingizga maqtamangda, bo'ladiganini ayting. Mana shunaqa joyga e'tibor bering, Katyol olayotganda, bunaqa joyga e'tibor bering deb. Asosan materialiga-da, listlar bor. Birinchi ko'proq nima shu o'yinni ish beradi, listlarga bog'liq. Qalinmi, qalin emasmi? Endi uchli list qo'yilgan boshqa narx bo'lardi, to'rtli list boshqa narx bo'lardi. Shuni ustiga qarash mumkin. Mana kitoblarida farqi bo'ladi. Kitoblarida. Unisiga e'tibor berish kerak. Shunga qarash kerak. Meni buni aqlli miyasida endi, to'g'rimi? Buni miyasi. Miyasi. Buni через internetdan boshqaradigan qilib berasizlar. Qilib beriladi. Agar zakazga qilaman. Misol, bizni musofirda kuzatayotgan bo'lsalaring, bemalol o'sha murojaat qilaverasizlar, Wi-Fi ga ulanadigan qilib berishar ekan, aloqaga chiqsalaring. Bu miya endi oddiy sodda bo'lgani uchun ko'pchilik bemalol tushunib ishlatyapti-da. Qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi yo'q. O'zi narsalar ham juda hamma yoqda to'la O'zbekiston bo'yicha. Bir yil ichida birorta joyi buzilib qoladigan bo'lsa, almashtirib berasiz. Borib, to'g'ri beriladi. Servisdan borishadi, bemalol ishlarni bitirib berasiz. To'g'ri qilib beriladi. Xo'p. Do'stlar, men o'zimga qiziq bo'lgan savolni berdim. Agar sizlarga qiziq bo'lgan savolni bera olmagan bo'lsam, pastda raqamlarni qoldiryapman, bemalol berishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qiling. Aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.